18-qism. Ayolining kasallik arvatida ingrab yotganligini ko'rgan Kamalning ko'ngli yerim edi. Garchi Nigar uni shunchalik ranjitgan bo'lsa-mu, ikkisining munosabati yaxshi bo'lmasa-mu, Kamal yanala uning og'riqiga qarab turolmaydi. Lekin Nigarning davolanishi uchun iqtisoddan qiynalib qolgan Kamal g'amga petib ketayotdi. U tunish bilish, do'st birodarlardan qarz olgandan sirt yana o'tirayotgan uyni setishni o'ylab Nigarga maslahat qildi. Men sana necha yil burun aytgan gaplar esingda bormi? Bir chaqlarda iqtisodchilik bilan isrofxo'rlik farqini sana tushuntirgandim. Qara, ishlar men degandekli bo'ldi. Mana endi pulga ehtiyojli bo'lganimizda pul yo'q. Hey, bo'ldilar. O'tgan ishlarni deyishganning hech kimga foydasi yo'q. Asli sana boshqa bir ishni demoqchi edim. Kamalning demi ichiga tushib ketayotdi. U o'ziga qarab yotgan Nigarning ko'zlariga tikildi. To'lima afsus, kasal uning ruhinimi, jisminimi tugashtirgan edi. Ko'zlarining nurlarimi o'chgan bo'lib, hayotga bo'lgan umidini faqatli yo'qotgan edi. Uning salomatligi shu darajada ig'irlab ketgan edi. O'lim vahimasi uni iskanjasiga elib olgan bo'lib, Nigar bir nuqtaga qarab yotadi. Kamal uning bu holatidan sal ansirab qolyotdi. Nigar turibla ig'iz ochdi. "Menga nimani demoqchi Kamal?" so'radi Nigar jonsiz tiniqlari bilan oralli tinib. Men demisam-mu, oilamizning iqtisodini sen yaxshi bilasan. Davolanishing uchun tonish bilishlarimizni qarz oldim. Lekin bu ozg'ina pul bilan doktorxonaga kirgili bo'lmaydi. Navoda sen qo'shilsang, bu uyni setib yutayli. Senla saqlasang, nada o'ldirsak bo'laveradi. Bu gapni o'zim uchun emas, sen uchun deyapman. Bo'lamdi Nigar? dedi Kamal. Nigar lo'qildab og'rib ketayotgan ko'ksini tutib yetib, aron taslikda. Ma'qul degan bir ig'iz gapni ig'izdan chiqara oldi. Uning bu holatiga har kimning ichi siyrilib ketadi. Bir oy ichida doktorxona xarajatlarini xeyli to'liq jamlagan Kamal Nigarni davolatish uchun doktorxonaga elib keldi. Biroq doktorning so'zlaridan ularning beshi yerga tushib ketgan edi. O'sma yomon sifatlikkan. Badanga tarashqa boshlabdi. Operatsiya qilsak balkim kontrol qila olishimiz mumkin. Hech bo'lmaganda uzunroq umr ko'ralishingiz mumkin. Shundaqdimi har xil ehtimollikni o'ylashib qo'yishimiz kerak. Nemili degan bilan bu operatsiya odamning joniga taqishadigan ish. Va bo'lgan ishlarni Kamalga aytdi. Amsa tavakkul qilib davolanib boqqan Nigar. Doktorlar bizga foydasi bo'lgan ishni tavsiya qiladi. Balki saqayib ketsang ajab emas. dedi Kamal. Garchi uning Nigarning salomatligini asliga kelishga ancha ko'zi yetmasa-mu, yanala Nigarning ko'nglini oyog'atdi va ayolining. "Sana zodi men bo'lmasam bo'ladi. Men o'lib ketsam xo'sh bo'lasan?" deyishidan ansirab, uningga umid berib kelyotdi. O'lim hidining kundan kunga o'ziga yaqinlab kelayotganligidan qo'rqib qolayotgan Nigarga nisbatan bu dunyo shunchalik qorong'udek, hamma narsa razillikka to'lgandekli bilinib ketayotdi. Nuri o'chgan ko'zidan, umidsizlikdan, dard-alamdan boshqa narsani ko'rgili bo'lmaydi. "Ma'qul", dedi Nigar tavakkul daryosiga o'zini tashlab. Singlisining ahvolidan xabar topgan Davramu Nigarga qarash uchun doktorxonaga kelgan edi. Ular tezla yotoqqa o'rilishib olgandan keyin Kamal shu kunila ketarlik rasmiyatni to'liq bajarib,
Nigarni operatsiya uyiga akirish uchun hozirlangan edi. U asta qadamlari bilan lift eshigidan putini oldi. Har qadamda yeli Davronga, yeli Kamolga yenish-yenishlab qarab qo'yatdi. O'lim vahimasi uni cho'chitmoqda edi. Operatsiya uyida 4 tomga qarab yotgan Nigarning ko'ziga operatsiya pichoqlari g'ilpal ko'rinib turardi. To'mirga urilgan bir tal ukul bilan u og'riqnimi, azobnimi, na xushalliq, na kulkinimi his qilmay behosh yotadi. Faqat necha soat bo'lsa-mu, dunyoning har qanday g'amlaridan xoli edi. Narkoz ukuli uning mingisiga qattiq ta'sir qilgan bo'lsa kerak. Operatsiyadan keyin 7 soat o'tib, ondan hoshiga keldi. Uning bir ko'ksi elib o'tilgan edi. Nigar balnis binasiga yo'tkaldi. Bu jafoliq jarayonlarda Davron uning yanida edi. Shu ochiq og'riqlarni tatgan Nigar 15 kundan keyin uyga qaytib keldi. Ular uyni setayotgan bo'g'ashqa yezidagi g'ayribani kapsida turib Firoza bilan Rustamnimi yezidagi maktabga akilib o'qitayotgan edi. Nigar ayni shu nimjon holda turibmi Paksat bilan petisholmaydi. Uyning barliq ig'ir yenik ishlari Paksatning zimmasiga ortilgan edi. U oshtamoq etadi. Qarindoshlarining kirqatlarini yuyatdi. Nigarga ancha-muncha qarab qo'yatdi. Kamolmi Paksatning bu harakatlaridan rozi edi. Nigar uning shunchalik yomonliklarni qilgan bo'lsa-mu, lekin bu vijdonli yigit Nigarga yaxshilik qilish uchun tirishadi. Chunki uning o'ylaydigani Nigarni pushaymon ilkida vijdon azobi tatqizib, o'z xatoligini to'ntish edi. Kechlik tamoq uchun dasturxonga yig'ilgan bir oila kishilari Paksatning tamoqni usub akilishini saqlab o'tiradi. Aradan Rustam aytdi: "Voy, bu tamoqing nimda pishmaydi? Seni saqlab o'tiramdim men. Itamisang, gapingni qil qara. Bunda xo'sh yaxmagandek ishni qilma." Sana nima bo'ldi? Oshxonaga kirsangmi, saqlab o'tirsa? dedi. Paksatningmi bir oz ochiqqa kelgandek bo'lib. "Qilolisan qil, bo'lmasa meningni yigina voy." Rustam shundoq deb g'o'dirab qo'ydi. Paksat uning so'zlarini anglamadimi aytavur, gap qilmay ishini qilavergan edi. U tamoqning o'lchimini bakma bilib ketmaydigan bo'g'ashqa, qirishqandek bugungi tamoqi oz bo'lib qolgan edi. Hammaylanga oshlarni usib bo'lgan Paksat o'ziga kelganda oshning suvi qoldi. U qozondagi osh yo'qini pokiz elish uchun cho'mish bilan qirib edi. Tarang-turung ovozlar anglanib ketdi. Buningdan yana bir gap tepishni o'ylagan Nigar so'zlashga boshladi. "Bir vaqt tamoqimizni itib qo'yib, menga qo'ng'angni chaqma angladingmi? Sening qo'ylaringni ko'targidek oldi emasman. O'z jenim bilan ara yetyapman. Avu qazammi qasuna? At tamoq asak lozim bo'ladi." Paksat uning gaplarini qasddan anglamasga selib turardi. U qachsig'i usigan osh suyiga bir parcha qattiq nonni chilab dasturxonga ep kirdi. Uning kirishi bilan Nigar ishkirlab ketgan ko'zlarini Paksatga tikib, shuncha sat birni olayotgandan keyin oldidagi qachisini do'qqida qilib ustalga qo'ydi. Buningdan nemish bo'lganligini anqirolmagan Paksat dedi: Tamoq o'xshamagan bo'lsa, to'g'ri tushunib yettiringlar. Men mushunchalik qila olay ekanman. U Nigarga qarab qo'ydi. Biroq Nigar Paksatdan ko'zini uzmagan edi. Bir ish bo'ldimi, apa? so'radi Paksat. "Ey, nomus qilmay, yana bir ish bo'ldimi deb so'rayapsan-ku. Yana nemish bo'lsa bo'ladi? Bu top sahroda non topmoqning tasligida po'taydek nonchilab o'tirasan-ku. Qallang yomonbek ishlaydigan sening. Biz yondadek chaldan ishtib suv ichib o'tiramiz. Sen nonchilab yemsa, yuzing qilchiligimi chimqamaydi ekan sening. Tamoqni shundoq itamdi. Cho'mishni shundoq tutamdi. Kim biladi texi, u nonning ostida nima bor? Bechora bolalarim bilan ajab bir kunlarga qoldim deysa. Voy, men qanday qilay? Bunda xorlang'uncha o'lib tegsam bo'lmasmidi? Nigar tamoqqa qaramasdan yig'lashga boshladi. Paksat xijilchilikda yerga kirib ketgidek bo'lib ketayotdi.
onasining turibli yig'lab ketganligini ko'rgan Rustamning achchiqi keldi bo'g'ay, qo'lidagi qachini yerga otdi. Oshla yerda yeyilib, qachimo chiqilgan edi. Uy, yalan to'sh qalanda. O'zing ish, angladingmi? O'zing ish. Sen to'ymas ichib to'ydigan ish bo'ldi bas. Bu uyda bir narsa yemabdiman. Bundoq minnat bilan aytgan sensiz tamoqlaringni o'zing ye. Nemishqa, ha? Nemishqa? Har doim opam bilan urishsan. U shu holda tursimi? Yana nemishqa uning bilan qayrissan? O sana nima yomonlik qildi? O'gaylimay beqib cho'ng qilib qo'ygani gunoh bo'pti-da endi. Rustam g'azab bilan shundoq deb o'rkirgan peti Paksatning oldiga yugurib bordi. Men seni nima qilibman? Gaplaringga diqqat qil, angladingmi? Seni menga bundoq gap qildigan salohiyatің o'shmaydi. To'la sabrimni to'shqizmay, yana arqonga. Elbaka. Paksatmi shundoq deb varqiradi. Bo'lmas qanday qilasan? Sen meni nima qila olayding? Rustam yanadagandek emas edi. Uning bu beshamligi o'z ayni Nigarga o'xshaydi. Amsa, mendan yomonlama, dedi Paksat ochiq bilan kelishtirib, Rustamning qochidiga bir shaplaq urdi. Bu nima degan adabsizlik? Men o'gay bo'lsam-mu, sening akang, bildingmi? Opangni ranjitgida hech qanday xato ish qilmadim. Senlarga quyuqini so'zib, o'zim yundisini sisam, endi men yomon bo'ldimmi? Rustam yuzini tutib qolgan edi. Sen meni urvatamsan? Bu jur'atni nerdan olding? Sening mening tirnoqimga chaqiladigan haqqing yo'q, bildingmi? Rustam yenimi bek Paksatga aytilyotdi. O'zimni qo'lashqa bo'lsa-mu haqqim bor-ku. Sen go'yini bir odam qilmasan bo'lmaydigan o'xshaydi, ha? Ashu menga yangan qo'llaringni seninki. Paksatmi ochiqqa g'oy berolmayotdi. Nigar bo'lsa. Rustam balam, eski bilan tang bo'lmag'in. Degenicha o'rnidan turishga madori yetmay yig'lab o'tiradi. Aksining paylaning yomonligidan ansirab qolgan Firoza yugurib kirib Faridani chaqirib chiqdi. U Paksat bilan Rustamni ajratgandan keyin bo'lgan ishlarni tafsiliy so'ramoqchi bo'lib aytdi. Sizlarni bunjola qaram qilibatgidek zoda nemish bo'ldi? Bir dadining ballari turibmi urishamsizlar? Al-mahalla oldida kashkichi bundoq urush talash qilib yurishsak, sat emasmi? Faridaning so'zi tugamasdan Rustam adabsizlik bilan dedi. Siz eng yaxshisi bizning oilaning ishiga aralashmang. Siz uchunmi? Baribir Paksatning qilg'ini to'g'ri. Biz mayli nimani ish qilaylik xato bo'ladi. Buni hammadan biladi. Shunga ortiq ishga aralashmang. Oldingdagi odamning kimligini bilamsan, oy adabsiz qila. Paksat shundoq deb qo'lini ko'tardi. Lekin Faridaning to'sib olishi bilan u to'xtab qolgan edi. Rustam ana shundoq axloqsiz cho'ng bo'lib qolgan edi. Paksatnimi akam demasdan ismini chaqiratdi. Paksatning ig'ir besiqlik bilan so'zlashidan Farida hamma ishlardan xabardor bo'lgan edi. Xatolikning hammasi seningda turib, yana nimaga kuchaysan? Paksat bir o'g'il bola turib, qiz bola qiladigan ishning hammani qilyotsa, rahmat aytib, xo'sh bo'lmoqdi yo'q, uning bilan tang turg'ining nemisi? Sizmi og'riq jiningizga Paksatni yeklamay, har qancha yondini akab basimi, ig'izingizni yumib o'ltirsangiz bo'lmamdi. Asli bilsam, hamma urushning beshi sizgansiz emasmi? Xotin kishi degan odam beshiga balo bo'lmaydigan Nigar, dedi Farida. Faridaning ko'ngli shundoq yerim edi. Bu ko'ngli yerim bo'lishlar biriga Paksatning ko'rayotgan kunlari uchun bo'lsa, yana birga Rustamning o'zini silkishi edi.
19-qism. Men ara yetayotgan tursa, nemishqa undaq qilg'idayman? Zodi bu uyga men ortiq o'lib ketsalla, hamish tugaydi. Ajaba bir xorliqda qoldim desam, sog' bo'lgan bo'lsam bundaqmi bo'lmasdi. Men neman sho'rpishani durman. Nigar daryo kabi eqib ketgan edi. U ho'ngrab yig'lab, holsizlanib ketayotdi. Hayronman, endi bu uyga patmag'ala to'dim. O'lgichi nemi kunlarni ko'raman texi. Dedi u, bir tarafdan ko'ynikining peshida yeshini surtib. Eshik oldida gap tinglab turgan Kamolningmi kayfiyati buzilgan edi. Xiyollari sarson qanotqa qatdi. Aslida xato besilgan bir qadam uchun u shuncha yillardan buyon ko'plagan riyosatlarni chekayotgan edi. Kamol uyga qandoq kirishni zodil bilmay qolgan edi. Hech ish bo'lmagandek kulib kirsinmi? Yoki kiribla Paksatning orqasidan Faridaning diliga azor berib tillasinmi? Va yoki bugun kecha sirtda qonsinmi? Uyga kirmay orqasiga yenib ketsinmi? Bosh og'riqi chirmib olgan bu oiladan bakli zerikkan, burunqi osoyishlik turmushiga zor bo'lgan, kundan kunga xo'shallikqa intiladigan bo'lib qolayotgan Kamol Niholning simolarini ko'kdan izlamoqda edi. Uning hidlarini shu qadar sig'ingan edi. Xatoligimning jazosini yetkichi topdim. Endi qaytib kel Nihol. Sening qadring menga bekli o'tildi. Shu mehribon simoying ko'zlarimdan uchib ketaylan dedi. Senden o'tinib qolay. Senden o'tinib qolay Nihol. Qaytib kelgan. Meni burunqi baxtga, xotirjamlikka erishtirgan. Deydi Kamol osmondagi oyga qarab, g'oyibona pichirlab. U xuddi yelkisiga tog' o'rilib ketayotgandek tushkun holda uyga kirib keldi. Nigar, qanaqroq turding? Bugun mijozing qana turdi? Yana og'riyotamdi. So'radi Kamol Nigarga kuyingan holda, hech ishni bilmasga selib. Qandoqmi yaxshi bo'la olayman, Kamol? Bu uyda olgan har bir nafsim menga hozir o'limdimi betar bilinyotdi. Sen ma'atigini chiqib ketib kechdi kelasan. Men nemiyam, nemishdim. Hech qanday ish bilan ko'rim yo'q. Oxirga kelib bu bolalarning dardida o'lib tugaydigan o'xshayman. Dedi Nigar yomon aytib. U boshqa tarafga qarab o'tirdi. Kamol gap qilmadi. Mana endi sana men bilan paranglashishim xo'sh yoqmaydi, shundaqmi? Bir muncha gap qilsam, xiyolingga ammay o'ltirsan-ku. Men sening nazringda zodi nima? Dedi Nigar yana yig'i aralashib. So'rsam nima bo'lmoqchi? Demisangmi, obdan bilaman. Ya'ni shu ko'ngilsizlik. Urushni tepib o'ltirdinglar-ku. Sen ayta Nigar. Sening chiqqanda qilay. Oldingdala Paksatni urib beraymi? Ochamni tillab beraymi? Shunda qilsam xush bo'lamsa, shunda qilsam sen yaxshi bo'lamdim. Mendan shuni kutamsa. Dedi Kamol ochiq birni kulib qo'yib. Ocha, seni mo bekla avar qibatdiq. Vaqtmi bir yay berib qopdi. Amsa chiqib aramag'in. Bu uyda kishlari men bor. Nigarga o'zim qarayman. Rahmat sana. Kamol shundaq deb ochisini chiroyliqcha uyga chiqaribdi. Faridamo Kamolning ko'nglini tushungashga boshqa gap qilmayla chiqib ketgan edi. Paksat bo'lsa bir tarafga qarab o'tirdi.
uning ochiqi texig'icha yanmagan edi. Men yo'q vaqtlarda ko'p jafo tortding Paksat. Senmi kirib aramag'in bolam. Kamal Paksatga qarab shundoq dedi. Bu ma'nilik qarashlarda har ikkalisi bir-birining dardini tushunayotgandek qiladi. Ular hozir bir-birining ko'zlaridala hamma ishlarni tushunadigan bo'lib ketgan edi. So'zlar ortiqlik qiladi. Chunki ko'zlar ifodalab beralaydi. Paksatning Nihalni seg'inayotgan, eslayotgan yuragi mo'jilmoqda edi. Bu kechimi shundoq beyaramchilik ichida o'tdi. Paksat shu daqiqalarda o'zining bu dunyodagi eng talaysiz ham eng baxtsiz ortiq odam ekanligini o'ylab ketgan edi. O'zining bu olamga tug'ilib qolganiga pushaymon qilyotdi. Hamma uyquga mahkum bo'lgan bu kecha Paksat ayni yillari Nihal g'oyliga tikib qo'ygan bir tüp o'rik daraxti ostida o'ltiradi. Mo'risiga tekkan issiq olqon bilan u dadasining yeniga kelganligini bildi. Nima o'ylayapsiz, Paksat? Opangni seg'indingmi? Uni ko'rging keldimi? So'radi Kamal Paksatning yeniga kelib o'ltirib. Nemisini aytaman dada. Sening darding meninkidan ko'p bo'lsa, ba'zi ishlarga amal yo'q-ku. Ba'zi odamlarni o'zgartirish mumkin emas-ku. Odamning qalbini o'zgartirish, ko'ngildagini tushunish bakli mushkulku. Bu haqiqatni men bugun chunqur tushunib yetdim. Opamni seg'insammi, qo'limdan hech kelmaydi. Ya'ni kelib, biz ko'rishmagili nurg'un yillar bo'ldi. Balkim hozir bir oilasi bordi. Mendan boshqa bolalarimi bordi. Ular bilan baxtli yashayotganda. Paksat o'zini oron taslik tutib elib shundoq dedi. U yana ko'nglidagini aytmoqchi bo'lib. Bu ayol mayli nima ish qilsin yoki meni nima tillasin ko'rim yo'q. Chunki men uning qandoqligini bilaman dada. Lekin Rustamning kichik turibli menga yonganidan bakli ochig'im kelib, o'zimni tutib olamadim. Qarindoshlarimga yaxshi bo'lishga tirishgan seri ular meni yomon ko'ryapti. Bularga nima yomonlik qilganimni bilmayman. Lekin bu uyda eng dil azor yeydigan odam men bo'lib qoldim. Dedi. Paksat yana nurg'unlagan so'zlarni qilishni o'ylagan bo'lsa-mu, gapining oxirini ichiga yutibdi. Meni kechirgin Paksat. Kamalmu aran gap qila oladi. Paksatning oldida o'zini cho'ng gunoh o'tkazib qo'ygan odamdek his qiladi. Bundoq demaydi-da. Bu bir taqdir. Muhim bo'lgani sen mening hinimdil bo'lsanglar xush bo'laman. Yolg'onlarga aldanib ketmay, haqiqatni yo'qlashingni umid qilaman. Sendan boshqa tamoyim yo'q. Dedi Paksat dadasining ko'nglini oyab, tasalli qilgan ahvol ostida. Kamal Paksatni bag'riga ching bosdi. Oradan yana 3 oy vaqt o'tib ketdi. Kun siri ojizlab, bir tera, bir ustixon bo'lib qolgan Nigar o'zdagi o'zgarishlardan ansirab qoldimi qandoq? Yana doktorxonaga berishni aytdi. Doktorning o'smining taraqqiy qilishi bakli tez bo'pti. Hozir butun badaningizga taqilib, raqqa aylanib ketibdi. Bu kasalga boshqa amal yo'q. Shunga har jihatdan ideya tayyorligi qilib qo'ying. Uyga qaytib, yaxshi kutining. Balkim degan so'zi bilan Nigar yig'izlari ichida uyga qaytib keldi. U ballarga to'ymay qaraydi. Mushundaqla baldur hayotlik bilan vidolashib, o'lib ketishdan ansirab turadi. Mushundaq tezla hayotlik bilan xo'shlashib ketib qoladigandan ansirab turadi. Ballarning kelgusi turmushi haqida o'ylansalar, butun vujudini yig'i qoplaydi. Paridamu, Davronmu kech kunduz uning beshida edi. Uning tiniqdan to'xtab qolishdan qo'rqib turishadi. Bu kunlarda Nihalning yo'ldoshi o'rin tutib yetib qolgan edi. U odamning sanoqli kunlari qoliyotgan bo'lib,
Nihal uning atrofida parvona edi. Har bir kech kunduz vaqti faqat yo'ldishiga qarash bilan o'tadi. Shu vaqtlarda u Paksatni seg'inayotdi. Nihal Sulaymon bilan to'y qilgan bo'lsa-mu, lekin balaliq bo'lolmagan edi. Uning bu dunyodagi birdan bir balasi Paksat edi. 2 oy o'tgandan keyingi bir atiganda Rustam maktabga minishdan burun aytdi. Bugun maktabdan material puli yig'adi ekan. 300 yuan olib kelinglar deb uqtirish qildi. Mening yenimda unchalar ko'p pul yo'q. Akşam degan bo'lsang dadangdan olib beratdim emasmi? Dedi Nigar. O pul topmoqning chorasini o'ylab o'tdi. Dadam pulning hammasini Paksatga bergan tursa, Paksat pul bo'lmay qoladimi apa? Sen so'rg'ina, Paksat bersin. Dedi Rustam opasiga aql o'rgatib. Voy, bu qalandadan bizga yaxshilik kelamdi o'g'lim. Bo'simi bermaydi. Bilmamsan uning niyatini. Ichi yomon bir nima o. Dedi Nigar yana Paksatni yomon ko'rsatib. O'ylada Feruzaning maktab tayyorligini qilayotgan Paksatning quloqlariga ularning gap so'zlari ancha-muncha anglanib turadi va ko'ngli bearam bo'lib qoladi. Yanada unchalar ko'p pul bo'lmaganlik uchun ko'krak kerib Nigarning yeniga kirishga amalsiz edi. Amis qanday qilaman? Qayni pul desa, bizning pulimiz yo'q deb qarab turamdim. Shuncha ko'p odamning oldida yuzimni tushiray demsa, opa. Rustam Nigarga xafa bo'lgan qiyofatda shundoq dedi. Sen zodi Paksatdan qo'rqsan shundaqmi? Uningga gapingni o'tkazmaysan shundaqmi? Shuni demaysan. Rustamning o'zini masxara qilayotgandek so'zlaridan ochiq kelgan Nigarning ovozi ho'ylig'i anglandi. Voy Paksat! 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 Up bas quloq kira bu yoqqa. Paksat shundaq turganida Nigarning chaqirishi bilan uyga kirdi. Yeningda pul bor, chiqira, bor pulning hammasini. Dedi Nigar Paksatni ko'ribla. 30 yuan bor. Nima? 30 yuan bor odamsina? Qani qolgan pullar? Yo'q, mendami ko'p pul yo'q. Dadam sey ko'ktat oldi bergan bu 30 yuanni. Dadang topgan pulning hammani senga tutqizdi-ku. Shundaq tursimi, yeni yolg'on aytib pul yo'q deyapsan-ku. Menda yoshirib kimga bermoqchi eding? Paridaga chiqib biramding ya. Yeningda bor pulning hammani chiqqan bo'l. Rustam maktabga boradi. Nigar buyruq talaffuzda shundaq dedi. Pul bo'lmasa nimani berma? Bu pulni berib olsam, bugun tomoq yedirgan sey ko'ktatni nimga olamiz? Sening muzuvaning tutilib qolmagan ekan, oqshom desang bo'lmamdi. Paksat Rustamga qarab qo'yib shundaq dedi. Davron bilan Farida tunugun oqshom o'z uylariga chiqib ketgan bo'lib, ularning yo'q bo'lishi bilanla Nigar yana Paksat bilan so'qishayotgan edi. Voy tat faryod, bo'ldi, olmabdimi? Sendek narsalardan pul chiqqanda u divan shovchilar. Senmi yotqicha, ishlab pul top, yoki bo'lmasa o'rnimga o'qi, men topay. Rustam Nigarga qarab shundaq varqirab qo'yib, so'mkasini singayan esib chiqib ketdi. Bu so'zlardan Nigarning yuragi nix sanchilgandek og'rib ketgan edi. Xat Paksat, eski pullaringni mendan oyab, nima yaxshilikmi ko'rasan? Haling shunchalik yana, senimi ko'rib qo'ydi. Yenimda bu vaqtda menmi bergan sana, esingda bordi. Men bir saqib olay-ya, ondan deyishimiz qolgan gapni. Nigar maydasini tutqunicha bo'sh ovozlari bilan shundaq deb pichirlaydi. Paksat yanchiqidagi 30 yuanni Nigarning oldiga tashlab qo'yib o'rnidan turib ketdi. Nigar pulni elibla yostiqning ostiga bostirib qo'ygan edi. Shundaq yurib bugunmi kash bo'ldi. Kamalmo uyga qaytib kelgan edi. Kech soat 1 bo'lganda Nigarning nafas elishlari qiyinlashib ketayotdi. Yaqinda bir atrofdan o'lim uning burniga purab turadi. Shu daqiqa u Kamal bilan to'y qilgan necha yildan buyon bo'lib o'tgan ishlarni xotirasidan o'tkazdi. Paksat qilgan yomonliklarimi shunchalik ro'shan holda esida bor edi. U ko'ziga liqqida yosh oldi. Birdamning ichida ko'zlari qorong'ulashib,
beshi qayib ketayotganligini his qilib, Kamalni uyg'otish uchun uning ismini chaqirdi. Kamal. Kamal. Men Kamal. Men 20 qism. Səhər saat 4 bilan Kamalning Vay. Nigar u tugab ketdi deb Davronga telefon qilishi bilan Davronning beshi pirrida qayib yerga yiqildi va bu mumkinmi? U texi bakli yosh edi. Bechora singlim. To'g'ri bilan xatoni his qilolmay shundaqli ketib qolganmidi? Balları kimlerin qoluğu qala. Ulanın taqdiri qandaq bo'la? Deb yig'lab ketdi. Davronning qarindishiga bo'lgan cho'nqur mehri, qayg'uliq ko'z yoshlarga sabab edi. U qayg'uratdi, yig'laydi. Nigar necha oydan beri yotgan ko'rpalarni silaydi, yedlaydi. Uning ko'z yoshlari shu ko'rpalarga taramlaydi. Nimani degan bilan qarindosh emasmi? Bir qo'rsoqdan tug'ilgan ot singillar, ularning balalikdagi nurg'un aslamlari o'tgan. Davron bularni qandoqmi unutib qolsin? Ko'ngillar parakanda edi. Ammo bu ayolning yosh turibli ketib qolganiga afsuslanadi. Bo'libmi Firoza bilan Rustamga bakla alam bo'lib ketgan edi. Nigarning o'lib ketishi bilan mahallada xili gaplar bo'lishgan edi. Ba'zilar Voy Iset, bechora ayol yosh turibli ketib qoldi desa, Kamalning Nihalga ko'rsatgan kunlarini yondirib etib, Kamalni odam qilib etib ketdi. deysa, ba'zilar Paksatga ko'rsatganlari ozmidi buni. Anim bo'lsa, Paksat xotirjamlikka ulashdi. Zodi bundaq zolimlarning o'lib tegini yaxshi. Boshqalarning baxtiga ko'z tikib, xalqning oilasini vayron qilsa, shundoq bo'ladi shu. Deyishadi. Yana ba'zilar bo'lsa, Ay, Hamidinbek ikki bolasiga alam bo'pti. Tig kichik bolalarga Kamal o kichik bolalarni nədimi so'rab yura. Bu uyga yana bir ayol kirsa, Nigardanmi battar kunni salamdo texi bilgili bo'lmaydi. Ay, ish qilib Kamalga tas bo'ldi. Deyishib, bu oilaning taqdiriga qiziqib qoladi. Paridamu qarindishining turmush talaysizligiga qarab, ko'ngli buziladi. Sana bakla tas bo'ldi uka. Men g'u beqish beraman. Shundaqdimi? Sana besim bo'lib qoladi. Ya'ni kelib Rustam bizga o'z emas. Bilasan uning mijozini. Hech qanday odamning gapini anglamaydi. Bu balani Nigar shunday qilib qo'ygan. Endi bizning uni beqishimiz bakla mushkul. Buningdan keyingi turmushingda yana o'ylanib qolsang qanday ayolga uchraysan? Buni bir narsa deyishtas. Paksat ko'rgan kunlarni bu balalar ko'msin. Meningcha bo'lganda Rustamni Davron elib ketsa, men Firozaga qarasam, senmi o'z ishingni qila olaysan. Paksatqami birovina o'gatsang bo'ladi, uka. dedi Parida yanada choy ichib o'tirgan Kamalga qarab. Men shunda qo'yildim acha. Taqdir qismat degan ajoyib. Bugun birsiga qilgan bilan atisi shunday yondi ekan. Nihalga qilganim Nigardan yondi. Mana endi Nigarning Paksatga qilgani
uning ballarga inovatidi. Kamal shundoq degenicha yiroqlarga ko'z tashlab, ig'ir tinib qo'yib o'ltiradi. Xeyli vaqtdan Nigarning yotgan uyiga qo'rqib kirolmagan Paksat bugun yuraklik holda yotoq uyga kirdi. Uy ichi bakli jimjit bo'lib, hatto Nigarning necha vaqtdan yotgan o'rinlarimi yig'ilmagan edi. U asta kelib o'rinni yig'vatmoqchi bo'ldi. Tunji bo'lib, yostiqni qo'liga olgan Paksat yostiq ostiga bostirilib qo'yilgan 30 yuanni ko'rib, o'ksinib ketdi. Mushu 30 yuan uchun meni ostilmagandi. Eg'isidan ajoyib gaplarni chiqarib, meni haqorat qilgandi. 30 yuan emas, hatto uchisidagi kiyimni ep ketanmaydigan holiga yillardan beri menga shunchalar zulm, jabirlarni sog'gan edi. Odam degan nimancha oshko'zdi. Zodi tuproqqa qo'shilmoqcha, eg'iz burunlarimiz to'pi bilan to'lmoqcha hargiz to'ymaydi ekanmiz. Ey taqdir. Hayotliq nimancha odilsan. 4 kunlik jahonda balkim menga undoq yomonliklarni qilmagan bo'lsa-edi, bolalarimi yetimlik ko'rsida tinab yurmasdi. Dedi Paksat. Shu 30 yuan pulni tutib o'ltirib, bir oydan keyin sal asliga kelib, musibatni unutishga tirishayotgan, reallikni qabul qilishni o'ylayotgan, o'ziga tasalli berayotgan Davron har tarafdan tushunish orqali Rustamni elib ketgili Kamalning uyiga keldi. Yillardan beri Rustamni o'z ko'rib, otaliq majburiyatlaringizni qoldirmay kelganingiz uchun sizga ko'p rahmat Kamal. Qo'shilsangiz Rustamni men olib ketay. Men bilan birga to'sin. Firoza siz bilan qolsin. Farida ko'z quloq bo'lib qo'yar. Mushundaq qilsak hammamiz uchun yaxshi. Ayol kishi yo'q uyda balalar bilan qiynalib qolasiz. Ular bak kichik. Siz ikkisining hududdan chiqib bo'lmay japa tortib ketasiz. Ham Rustam sizga o'z emas. Atugin Paksat bilan petishamay yeni ko'ngilsizlik bo'lib qolmasin. Bu bala sal bosh-boshdoq cho'ng bo'lib qoldi. Dadasi yo'q balani tarbiyalash sal qiyin ekan. Dedi Davron Kamal bilan Faridaga tushuntirib. Sizning fikringizni biz hurmat qilamiz. Har qanday chiqim, xarajat bo'lsa, tartinmay menga xabar qiling. Rustamga burunqiga o'xshashli ega bo'laman. Umu mening bolam. Ba'zi ishlarni to'g'ri tushunganingizga rahmat. Kamal bilan Faridamu bu oq ko'ngil ayolning so'ziga qo'shilgan edi. Shunday qilib Rustam bu uydan ketdi. Kamal bo'lsa Nigardan ayrilgandan sirt quruq qaqsanan bo'lib ketgan edi. Noydagi uyi setildi. Yenidagi barcha iqtisoddan quruq qolgan edi. Nigarning davolanishiga ko'p pul ketgan bo'g'ashqa, tonish bilishlardami qarz olgan edi. Mana amdi qarz egalari suylab, ishik oldigacha kelishga boshlagan edi. Kechlik tomoqni Faridaning uyidan yeb chiqqan Kamal amdi yotoq uyga kirib turishiga darvoza qattiq urildi. Kimdi bu kechida? Paksat berib darvozani ichvatgan bola. Dedi Kamal. Paksatning darvozani ichishi bilan 40 yoshlardan halqagan quyuq, burutliq, cho'nqur ko'zlardan mag'rurlik balqib turadigan bastilik, yo'g'on qo'rsoq bir odam o'yliga kirib keldi. Kamalning o'g'li bo'lamsan? So'radi Niyoz samsoq mag'rur holda. Shundoq. Javob berdi Paksat bu odamni ancha yoqtirmagandek qiyofatda. Uning javob berishi bilan tangla ichidagi uydan Kamalning kim kiribdi bola? deb so'ragan ovozi anglandi. Men keldim, Kamaljon. Chiqinglar bu yoqqa. Xotin kishidek mo'kinib o'ltirmang. dedi Niyoz samsoq Kamalni mansitmagan holda masxara aralash kulib qo'yib. Kamalning bu so'zlarga ochiq kelgan bo'lsa-mu,
chiroyliqcha gap qilib chiqishdan boshqa amali yo'q edi. Voy, sizlar kelganmidinglar? Qani, uyga kiringlar adash. U chiqib, Niyoz Samsoq bilan qo'l elib ko'rishdi. Bo'lmay naga ketatdim deyman. O'lib qoldimikin deganmidinglar? Sizlarmo bakansizlar, Kamoljon adash. Oladiganni epla, odamni bundoq tashlab etmanglar deyman. Mushundoq salomlashib qoladigan ishlarmi bo'lib qoladi juma. Niyoz Samsoq kulib turib Kamolning zetiga tekkandek gaplarni qilyotdi. Yaqay, sizlarni unutib qolgan bo'lamda adash. U xijolat ilkida shundoq deydi. Shu topda Kamol yerga kirib ketgidek bo'lib ketyotdi. Minnatsiz uning jinidan o'tyotdi. Pulni olgandan keyin ahvol so'rab telefon urdigan. Tayyorlab beramay qoldim deb o'zi so'raydigan ishlarmi bor deyman. Bunda qilmanglar adash. Kishi bo'lgandan keyin beshinglarni ishchinglarga tiqib olmay gap qilmamsizlar deyman. Dukuninglar teq-taqaq o'zim bo'ldi, oshmidinglar. To'la berib, sizlarni topolmay, amdi uyinglarga kelishim. Har nim bo'lsa bagansizlar. Men texsilni pulni eplab qechib ketgan o'xshaydi deb o'ylab qopdim emasmi? U odam deydiganni deb ichini bo'shtirgandan keyin qaqaqlab kulib ketdi. Satubto Niyozxon, nahiyadagi uyni ayolni davolatimiz deb sedibatgan. Bu uyga kelib turishimizga necha kun o'tayotmayla ayol tugab ketdi. Shu ishlar bilan aldirash bo'lib qoldim. Yo, ajoyib odam jamoasizlar. Poloringni yeb keta bo'lg'uymadim, chaqirib qo'ygan bo'lsanglar. Bo'libdi, sabr qilinglar. O'lganning keyindan o'lgili bo'lmaydi adash. Yana biz tiriklar o'lmagan jonda umid bor deb yashamasak bo'lmaydi. Shu tirikchilik deganda amdi pul bo'lmasa kun o'tmaydi ekan. Gapingizdan qaraganda dukanni ochmaydigandek qilasizlar. Ma o'yinimni setib ketishdan burun meni bir aslab qo'yasizlar. Dedi Niyoz Samsoq Kamolni zanglik qilgan talaffuzda. Ey, gapinglar qiziq-ku. Yurtni tashlab naga ketganlar bo'ladi. Sizlarning pulinglarni ilib olib qechib ketamanmi? Qo'yinglar sizlarni. Kamolmo uning so'ziga javoban shundoq deb qo'ydi. Amsa men qaytay. Yangilarni ko'rib oldim. Amdi ish bo'lsa udil kelaman. Men kagucha sizlarmi barasizlar adash. Telefon qilib turinglar. Ko'rishtirayli. Sizlardan ansirab qoldi ekanman bo'lmasa. Niyoz Samsoq shundoq deb uydan chiqib ketdi. Kamolning bakla ochiq kelgan edi. Tegi pas chipranda. Mushkechada kelganini qarmandigan. Bu divonining 2-4 pulini ilib olib qechib ketandim men. Turqidan jahon so'rayig'ini yurgini bilan tayinliq nima ekan bu? Dukanning ijarasi tex to'shib ketdi. Qarz egalari tex ishq oldig'icha kegil turdi. Bu xotinning o'lib ketishini bilgan bo'lsam, qarzda bo'lib davol topib qo'ymadim. Kamol jon ochiqida shundoq deydi. U shu ochiqida titrab ketyotdi. Beshida bir g'am agib yuradi. U shu g'am bilan yuriyotdi. Faqat Niyoz Samsoqlar emas, uningdan boshqa qarz egallarimi Kamolga to'la telefon qilib orom bermayotdi. Shundoq yurayotgan kunlarda Nihalning yo'ldoshi Sulaymon tugab ketdi. O'zining 2 qatimliq turmushliq bo'libmi, hech bir baxtga ulishalmaganligidan ko'ngli yerim bo'lgan Nihal o'z yurtiga qaytib kelgan edi. U bu aziz diyorga kelibla o'tgan kechirmishlarni esladi va xiyoliga paksat keldi. Shu xiyollar ichida u qandoq bo'lib, burun tutgan uyining oldiga kelib qolganligini sezmay qoldi.
balasiga bo'lgan sevgi muhabbati uni shu yiroq makondan bu yerga elib kelgan edi. Garchi uzun yillar o'tgan bo'lsa-mu, Nihal Paksatni hech qachon ko'nglidan chiqarib boqmagan edi. Haman bir kuni qaytadan jam bo'lganligini u his qilib, ko'ngli to'yib turardi. Eshik oldiga necha qadam qolganda, oldidagi Simaga qarab, o'zini yo'qotib qo'yg'ili tasla qolgan Nihal hayronlik ilkida turardi. Nihal, bu senmi? Bu yerda nima ish qilsa? So'radi Kamal. U bakla hayron bo'lgan edi. Shu qayg'u alamlardan keyin tuyuqsizlar oldiga paydo bo'lgan burunqi ayoliga bo'lgan sig'inish o'tlarini bosolmagan Kamal cho'ng-cho'ng qadamlari bilan Nihal tomon keldi. Ikkisi bir-biriga yaqinlab kelmoqda edi. Nihal gap so'z qilmay turardi. Meni kechir, Nihal. Meni kechir. Agar mumkin bo'lsa-edi, seni beshimga tosh qilib taqaytdim. Bu ko'zlaringdan tomchi yosh oqqizmaslikqa qaytadan va'da beratdim. To'limi afsus. Kamal Nihalning turmushidan hech bir xabari bo'lmag'achqa shundoq dedi. Yaxshi turdingmi, Kamal? Paksatchu, yaxshi turyaptamdi. O cho'ng bo'lib ketgandi, ha? Urug' tuqqanlar hammalar yaxshidi. Nihal bir ahvol so'ragandan keyin Kamalning qayg'u, dard alam to'kilib turadigan ko'zlariga tikildi. Uyga kirib, birdan paranglashaylikmi, Nihal? Kamalning shu so'zi bilan ular uyga kirishdi. Jimjit voyli ichi shunchalik vayrona ham sarson edi. Hamma yer qalaymaqon edi. Bu manzarni ko'rgan Nihalning kallasiga darrov savollar kelishga boshladi. U ayol yo'qmidi? Bu uylar nimacha vayrona bo'lib ketgandi? Ular noyiga ko'chib ketgan emasmidi? Kamal bu yerda nima ish qiladigandu? Nihalning o'ziga savol nazarda qarab turganligini ko'rgan Kamal aytdi. Qani mendan cho'ng bilib olgan ayoling demamsan, Nihal. Qani men tutgan uyda bu nima degan vayronchilik deb so'ramamsan. Nimani o'ylayapsan? Shu kuni mushu uyda o'rish qildiramizda o'ylayapsan. Arqonga qarmay chiqib ketganini o'ylayapsan. Kamalning ovozlari titrangu edi. Nigar qani? Nihal jur'atga kelib so'radi. Bu uyga sendan boshqasi yarashmaydi ekan. Sening qadring menga bek o'tildi. Yillardan beri sening ko'z yoshlaringning jazosini tatdim. Menga talay azoblarni silib Nigar tugab ketdi. Sen-chi, Nihal, sening turmushing qandoq? So'radi Kamal Nihalning xiyolga cho'kib o'ltirgan holatiga qarab. Nimasini dey? Sendan ajrashib ketgandan keyin boshqa biri bilan to'y qildi. Lekin taqdirim qosh kelib, men senga o'xshashlar uningdan ayrilib qoldi. Shuning bilan u yot shaharda turolmay qaytib keldi. Ko'nglimdagini desam, seni uchirtib qolishimni xiyolimga keltirib baxmagan edim. Bekatdan chiqibla qadamlarim bu tarafga yo'l oldi. O'zimmi bilmayman. Balkim bu uyga bo'lgan sig'inishim mening aqlimni boshqargan bo'lsa kerak. Tix seni noyda turib baxtli turmush kechiribdi deb o'ylagan edi. Bugun faqat Paksat bilan ko'rishib olay deb kelgan edi. Nihal shundoq deb etib, o'ksib yig'lab ketdi. Uning gaplaridan keyin o'ylaganlarning amalga oshadiganligiga ko'zi yetgan Kamal Nihalning qo'lini tutib turib, Nihal, burun qishlar uchun meni kechir. Bundan keyin yana men bilan bu uyni tutishni xohlamsa, Paksat uchun bo'lsa-mu ma'qul degan. Men bekli ezibdiman. Sening qadring menga bekli o'tildi.
Senden ayrılıp kömmegenlerim kalmadı. Şunca yıllardan beri yüreğim külüp bakmadı. Ben bugün şu hakikatni düşündüm ki hiç qandaq bir ayol seni o'rnini bosolmaydi ekan. Bu oila, bu baxt faqat sen bilan mangli tavalluq ekan. Dilingni og'ritganligimni bilaman. Lekin ishongan. Bundan keyin hargiz undaq qilmayman. Qara, sening qaytib kelganligingni bilsa, Paksatmi cho'qin xush bo'ladi. Dedi Kamal pushaymon ilkida. Rostini deganda Kamalning Niholga bo'lgan muhabbati qaytadan yildiz tatmoqda edi. Har ishkaylan bir-birining boshdan kechirganlarini bilgandan keyin ularning turmushga bo'lgan ishonchi eshishga boshlagan edi. Niholning burunqidek o'zining bolasi bilan birga hayot kechirish o'yi bo'lg'ashqa Kamalning so'zlariga qo'shildi. Ma'qul. Shundoq qilib, ularning cho'nqur muhabbatidan bu oila qaytadan ko'klashga boshladi. Paksatning azoblarimi yiroqlarga uchib ketib, onasi bilan qayta jam bo'lish shodligi yuragini xushallikqa cho'mdirgan edi. Talay yillik azob qalblarning cho'nqur qatlamlariga ko'milib ketib, hammalarning chehradan hayotga bo'lgan intilish, oilaga bo'lgan illiq mehr va kulki aks etmoqda edi. Kamalmu hamroyining yeniga qaytib kelganligidan baxtning lazzatini surmoqda edi. Niholning kelishi hammalarni xush qilgan edi. U qaytib kelib, Firozani o'zi baxti. Nigar Paksatga qilganning birini Nihol Firozaga qilib boqmaydi. U qizni Paksatda ativa ko'rib boqatdi va butun vujudi bilan suyib, onalik mehrini beradi. Paksatmu kompyuter kasbini o'rganib, 20 yoshga kirgan yili rasmxona ochdi. Nihol bilan Kamalmu bakla yaxshi o'tadi. U bu uyga qaytib kelgandan keyin Kamal bilan tang ishlab pul tepib, uning barliq qarzlarini tugatdi. Bu oilani burunqiga o'xshashla gullantirishga tirishdi. Shundoq sadoqat bilan turmush kechirish natijasida ko'zni yumib ochqicha yana 5 yil o'tib ketdi. Yillar ilgirki Nihol o'zi kiygan to'y kiyimini mana endi kelin qiziga kiydirib o'tadi. Paksatning to'yini o'zi bir qo'lliq qilalig'idan uning qalbi cheksiz minnatdorlik tuyg'usiga cho'mgan edi. Muborak so'zlari osmon zaminda yangrab, bu oilaning shodligiga jo'r bo'lmoqda edi. Asarning barliq qismlari tamom.